Assalomu alaykum aziz zamondoshim. Meni uzoq yaqindan tinglayotgan tinglovchilarim, sog' omonmisiz? Ertalab sog' omon turolgan bo'lsang, charog'on quyoshni ko'rolgan bo'lsang, onangdan hol ahvol so'rolgan bo'lsang, demakki buguning eng chiroyli kun. Eshitsang juftingdan mehrli kalom, farzanding jilmayib aytsa assalom, otang duo qilsa omon bo'l bolam, demakki buguning eng chiroyli kun. Boshlangan yangi kun, yangi oy fayzli va omadli kelsin azizlarim. Endi esa hurmatli adibimiz Risolat Haydarovaning Karantin deb nomlangan qissasini birgalikda tinglaymiz. Po'lat yana 2 kundan keyin Toshkentga qaytishi kerak edi. Biladi, xotini uning qaytishiga mastava pishirib qo'yadi. Chunki safarda mudom ko'cha ovqatini yeganidan oshqozoni og'irlashib qoladi. Kelishiga uy-ko'ylagi yuvib, dazmollab qo'yilgan bo'ladi. O'g'li iljayib xonasidan chiqib keladi. Qizlari bo'yma-bo'y turib salom berishadi. Xotini vazmin ko'rishadi. Andijonda boshlangan notinchlikni ko'rib, uyiga shoshildi. Hamma bozorga, do'konlarga shoshgan, hammaning yuzida tashvish ko'lankasi. 2 qo'lida to'rxalta, to'rva, qop, mish-mish. Xitoyda chiqqan virus bizga ham kelganmish. Hukumat rasmiy xabar berganmish. Endi Xitoydaqa karantin bo'larmish. Kasalga uchragan odam o'larmish. Chegaralar yopilarmish. Chegara yopilsa bu yog'i nima bo'ladi? Narxlar osharmish. Oziq-ovqat chetdan keladi-ku, un, shakar, yog' va nihoyat endi nima qilamiz? Mishmishlarni eshitib, bozorlardagi ahvolni ko'rib, avvaliga achindi, keyin o'ylanib qoldi. Toshkentda ahvol qanday ekan? Uyiga qo'ng'iroq qildi. Ertaroq qaytishga urinib ko'raman. Sen makaron, shakar, yog' degandek 2 kilo qilib 3-4 joydan olib qo'ygin. Sababini so'rama. Har xil joydan olsang savollar bo'lmaydi. Hafta oxirigacha uncha-muncha yig'ib qo'yasan-da. Xotini har safargidek gapni cho'zib o'tirmadi. Tushundi, o'yladi u. Malika esa tushunmagan edi. Vahima qilishning nima keragi bor? Nega endi shuncha oziq-ovqat yig'aman? Bir dunyo narsani qachon yeb bitiramiz? Kechqurun qizi Instagramni ochib ko'rsatdi. Aya, mana buni qarang, bu Andijonda, mana bu Qarshida. Bozorlar ur-yiqit, hamma narsani talab ketishyapti. Hech narsa qolmayapti. Bitta virus shunchalik qilyaptimi? Vahima bosibdi hammani, xulosa qildi u. Ertasi shanba edi. Nigorasi maktabdan hovliqib keldi. Bizga 3 haftaga ta'til berishdi. Endi nima qildim, o'yladi u. Dushanba ishga chiqsam, Nigora kun bo'yi bir o'zi qoladimi? Bu xabar uni tamom esankiratib qo'ydi. Nigora darsidan keyin maktabidagi kuni uzaytirilgan guruhda qolar. Buning uchun u durustgina pul ham to'lar, ammo to'lagan puliga achinmas. Har holda bola nazorat ostida, men xotirjam ishimni qilaman deb o'ylardi. 3 haftalik ta'til xabari uni tamom esankiratdi. O'g'li ishga ertalab ketib kechqurun keladi. Qizi ham shu ahvol. Erini-ku aytmasa ham bo'ladi. O'zi esa endigina yoshi 50 ga yetganda durustgina martabaga erishib, yuqori doiralar nazariga tushib kelyapti. Yaqinda orden ham oldi. Shu darajaga yetganda yana uyga qamalib qolish unga to'g'ri kelmasdi. Ha, mayli, dedi o'zicha. Dushanbagacha hali vaqt bor. Bir gap bo'lar. Yakshanba kuni kechqurun Nigoraga erinmay yo'l-yo'riq ko'rsatdi. Dushanba ertalab Nigora uchun kun bo'yi bajariladigan topshiriqlar o'ylab, butun bir ro'yxat tuzib, muzlatgichga yopishtirib qo'ydi. Keyin ishiga jo'nadi. Ishxonasi shaharning qoq markazida. Unga borish uchun chiroyli xiyobonni kesib o'tish kerak edi. Odam bo'yi archa tagiga qo'yilgan o'rindiqda bir-birining pinjiga kirib o'tirgan, qora niqob taqib olgan sevishganlarni ko'rganda biram kulgisi qistadiki, mana virusdan qo'rqmaydiganlar deb o'yladi. Ishxonaga kirsa, qorovullarning oldida 2 ta hamshira o'tiribdi. Kirganlarning isig'ini o'lchashyapti. Unga ham termometr berishdi. O'lchadi joyida. Xonasiga kirsa, boshqarma boshlig'i yuzida kattakon doka niqob, qo'lini cho'ntagiga tiqqancha bo'limdagi yigitlarga nimalarnidir uqtiryapti.
Malikaning yaqin yordamchisi Nosirjon, baland bo'yli, qop-qora ko'zlari jiddiyat bilan boqadigan yigit, o'ng qo'lini stoldagi printer ustiga xotirjam tashlagancha quloq tutadi. Boshliqning bo'yi past, yuzi kichkinagina edi. Niqob tepasidan ikkita ko'zi bilan peshonasi chiqib turibdi. Uzun, yaltiroq peshonaning tepasida bir tutam moshguruch soch osig'liq. Bo'ychan ko'rkam yigitlarning oldida bir burdagina bo'lib ko'rinadi. Ko'kragini kerib olganidan kulrang bo'yinbog'i do'mpaygan qornidan sal teparoqda likillaydi. Ehtiyot zarur, uqtirardi boshliq. Dunyo vahima ichida yashayapti. Baribir bitta sayyorada kun ko'rgandan keyin chegarani nariyog'ida nima bo'lsa, bizga ham keladi. Iloji yo'q, to'g'rimi? Dedi eshik yonida to'xtagan Malikaga qarata. Malika javob o'rniga jilmaydi. Uning tabassumi aksaran o'ziga qarata aytilgan gapga roziligini bildirardi. Lekin u javob qaytarish shart bo'lmaganda ham sodda do'lvor so'zlarga javoban ham jilmayib qo'ya qolardi. Malikaning bu odatini yaxshi bilishganidan yigitlar o'zlaricha kulib qo'yishdi. Boshliq yaxshi ishlanglar deya chiqib ketdi. Malika boshlig'ini yo'lakkacha kuzatib, joyiga qaytdi. Yigitlar tarqalishdi. Ayol kompyuterini yoqdi. Monitorda bitta savatchaga to'ldirilgan binafshalar tasviri ko'rindi. U kayfiyatiga, yil fasllariga moslab monitordagi suratlarni almashtirib turardi. Hozir esa Navro'zga bir hafta qolgan. Bahor kayfiyati uyg'ona boshlaganidan internetni kavlashtirib, shu suratni topgan. Qor bosgan Alp tog'lari tasviri o'rniga shu binafshalarni joylashtirgan edi. Uning uchun bahor 8-mart arafasidan boshlanardi. Bahorni ayricha kayfiyat, o'zgacha tayyorgarlik bilan kutardi. Javonni titkilab, poyafzalini, ko'ylaklarini ko'zdan kechirar, kapron kolgotkalarni sotib olar, yangi chiqqan gazlamalar, ko'ylak bichimlari bilan qiziqib ko'rar. Lekin yangi ko'ylak olishga negadir shoshilmas. Ammo sartaroshga albatta borardi. Bu hafta ish juda tig'iz bo'lishi kutilayotgandi. Boisi kelasi hafta oxirida Toshkentda katta anjuman bo'lishi. Unga 32 davlatdan vakillar kelishi kerak. Ishxonasi esa shu tadbirning asosiy tashkilotchisi edi. Ishxonasida xorijiy investitsiyalar bilan shug'ullanadigan bo'lim atigi 1 yil avval tuzilgan. O'shanda chet tilini yaxshi bilgan, yana shu tizim faoliyatini yaxshi tushungan xodim idorada faqat bitta edi. U ham bo'lsa uning o'zi, Malika Sattorovna. Turgan gap bo'limni oyoqqa turg'azish uning chekiga tushdi va o'z-o'zidan nomi jarangdor shu bo'limga boshliq bo'lib qoldi. Malika hamisha sidqi tildan ishlardi. Endigina oliy o'quv yurtini bitirgan 4 ta yosh yigitni yoniga oldi. Ularga past-balandni o'zi o'rgatdi. Mana endi qanday mas'uliyatli vazifa bo'lsa, yigitlar bemalol uddalashadi. Ishxonadagi eng nufuzli, eng batartib ishlaydigan bo'lim uniki. Kattaroq tadbirlar bo'lsa, yordamchilari oppoq ko'ylak, ko'rkam kostyum shimlarda, did bilan tanlangan bo'yinbog'larda, uning ikki yonida hozir. U esa chiroyli oroyishlangan sochlari, xushbo'y upa eliklari bilan yashnab, sipo ko'ylakda vazmin jilmayib turadi. Tashrif buyurgan xorijiy delegatsiyalar bilan o'zi ham, yigitlar ham bemalol tillashganini, muhim muzokaralarni yuritganini ko'rganlar havas qilishadi. Boshqarma boshlig'i eng nufuzli bo'lim mening qo'l ostimda deya g'ururlanib qo'yadi. Lekin bo'limga topshiriqni bevosita vazirning o'zi beradi. Mana endi aksiga olib eng mas'uliyatli tadbir oldidan muammo chiqib turibdi. Malika ko'chalik poyafzalini yechib, idorada kiyadigan ingichka poshnali surmarang tuflisini kiyib oldi. Yo'lakka chiqdi. 2-qavatga eltuvchi zinapoya yonidagi devorga yerdan to shiftgacha yetadigan ko'zgu o'rnatilgan edi. Tepaga chiqayotib ko'zguga qaradi. Egnidagi moviy rang sipo ko'ylagini tortib qo'ydi. Zinadan ko'tarilayotgan xushqomat, qop-qora sochlari chiroyli taralgan, xushpardoz, quloqlari va bo'ynida nozik taqinchog'i yaraqlayotgan ayolni ko'rib, o'zi ham zavqlandi. Yo'q, uni hech kim 50 yoshda demasdi. Uni hamisha 7-8 yoshga kichik deb o'ylashardi. Yo'lakda ko'ziga kim ko'rinsa, bari bilan so'rashib o'tdi. Hamma uni ko'rib jilmayar, erkaklar uning salomiga xushnudlik ila alik olishar. Yoshlar hurmatla qo'llarini ko'ksilariga bosishardi. Vazirning qabulxonasiga yetmasidan uni birinchi o'rinbosar to'xtatdi. Malikaxon, dedi u. Xabaringiz bo'ldimi? Moskvaga ketgan delegatsiya yetib keldimi? Ayol sergak tortdi. Samolyot tongi 6da kelishi kerak edi. Bugun kechasi 12da chegaralar yopilgan, xabaringiz bor-a? Ha,
Boyaqishlar eson-omonmikin? Malika go'yo o'zi qilishi kerak bo'lgan ishni Nosirjonga topshirib xato qilganday tuyuldi-yu, xijolat tortdi. Yigitlar aniqlashayotuvdi buni, dedi yuzlari lovullagancha. O'rinbosar uylanib qoldi. Yuringchi, deya xonasiga boshladi. Ammo uning xonasiga yetib bormaslaridan orqalaridan Nosirjon yugurib keldi. Ming bor uzr, dedi u shoshqin. Hozirgina Samarqanddan qo'ng'iroq qilishdi. Shuning xabarini beray deb kelyapman. Delegatsiyamiz o'sha yerda ekan. O'rinbosar tushunmadim degandek baroq qoshlarini baravar tepaga ko'tardi. Nega Samarqandda bo'lishadi? Elchixonadagilar chiptalarni Samarqandga uchadigan reysga almashtirib berishibdi. Kecha kechqurun Samarqandga kelishgan ekan. Aeroportdan karantinga jo'nab borishibdi. Ohalik sanatoriysidamiz deyishdi. 14 kun o'sha yerda bo'lisharkan. O'rinbosar turgan joyida serrayib qoldi. Bu juda jiddiyga o'xshaydi-ku, opa. Ehtiyot chorasidir-da, iloyim sog'-salomat bo'lishsin. Ishqilib 14 kun ichida tinchlik bo'lib tursin. Odatda karantinda shaharni ham yopib qo'yadi-da, boyaqishlar uyiga kela olmay qolmasmikin? Malika bu ehtimolni xayoliga keltirishi bilan yuragi shuvillab ketdi. Safarni Navro'zdan keyinga ko'chiraylik deyishgan edi-ya, shundoq ham muzokara cho'zilyapti. Orqaga surilsa, yanada kechikamiz deb turib olgan edi. Endi karantinga tushib qolgan boyaqishlar ich-ichida Malika Sattorovnani so'kayotgandir. Malika boshi gangib ortiga qaytdi. Xonasiga kiruvdi hamki, telefoni jiringladi. Narigi tomondan kotibning ovozi eshitildi. Assalomu alaykum opa, sizni vazir yo'qlayaptilar. Vazirning keng mo'l qabulxonasi odatdan tashqari sokin. Deraza yonidagi katta monitorli kompyuter qarshisida kotib, ozg'in oqsariq yigit o'tirardi. Malikani ko'rib, kiraverishga ishora qildi. Ichkarida shoshilinch majlis o'tkazishga mo'ljallangan uzun stol to'rida oq oralagan quyuq sochlari ko'pirib toshgan vazir, stol atrofida 6-7 kishi, ishxonaning turli darajadagi boshliqlari o'tirishardi. Keling, Malikaxon, dedi vazir horg'in, chap tomondagi bo'sh stolni ko'rsatarkan. Moskvaga jo'natgan delegatsiyamiz karantinga tushib qolibdi. Endi bu ehtiyot chora. Umid qilaman, odamlarimiz sog'-salomat, vaqt o'tib yonimizga qaytishadi. Bir-ikki kishi Malikaga qarab qo'ydi. Malikaga bu xuddi sen shunga aybdorsan degandek tuyuldi-yu, beixtiyor boshini egdi. Bitta buyruq tayyorlanglar, vazir o'rinbosariga o'girildi. Karantinda qolgan xodimlarimizning oilasiga moddiy yordam ajrataylik. O'zingiz 2-3 kishi bilan borib hol-ahvol so'rab yordam pulini tashlab kelasiz. Keyingi masala 24-dagi anjuman qoldirildi. Malikaxon, taklif etilganlarga chiroylikkina qilib uzr bilan bildirish jo'natasiz, xo'pmi? Bugundan hamma yoqda karantin. Biz ham karantinga o'tamiz. Idorada asosan boshqarmalar, bo'limlar boshliqlari, o'ta zarur texnik xodimlar qoladi. Boshqalarga ta'til. Ta'tilning sharti, shakli, xullas, hamma tomoni xodimning o'zi bilan kelishiladi. Birinchi navbatda ayollar. Chunki maktablar ta'tilga chiqdi. Bolalar yolg'iz qolmasin. To'satdan yodiga tushgandek o'tirganlarga bir-bir ko'z tashladi. Aytgancha, ayollarimiz, Yoqutxon, deya bosh hisobchiga o'girildi. Sizga ham ta'til. Kamoliddin ishni eplab turar. Malikaxon, o'rningizga ishni kim bajarib tura oladi? Nosirjon uddalaydi, dedi u. Nosirjonga bor topshiriqlarni, yo'l-yo'riqlarni aytasiz. Xullas, masalani tushundinglar-a? Hamma o'rnidan qo'zg'aldi. To'g'ri aytadi, o'yladi Malika ariza yozarkan. Xodimlar bo'limidagi opaning gapini eslab. Bolta tushguncha kunda dam oladi. Hali nima gapu, nima so'z. Nigora ham o'zimning ko'z oldimda bo'ladi. Bahonada dam olaman. Axir necha yildan beri tuzuq quruq ta'til olganim yo'q. Arizani topshirgach, Nosirjonga ba'zi ko'rsatmalarni berdi-da, boshqarma boshlig'i bilan xayrlashib, tashqariga chiqdi. Ishxonasiga kiraverishda darvozaning shundoqqina yonida qiyg'os gullagan bodom daraxtini ko'rdi. Ajab, o'yladi u. Qachon gullab ulgurdi? Kechagina yo'q edi-ku. Mashinasidan motor o't olishini kutayotib, uyiga qo'ng'iroq qildi. Nigora ancha kuttirib keyin go'shakni ko'tardi. Nega go'shakni ko'tarmaysan? deya xitobga tuta boshladi u. Xavotir oladi deb o'ylamaysanmi? Yana ko'chaga chiqib ketuvmiding? Narigi tomondan qizchaning titroq ovozi keldi. Yo'q, televizor ko'rayotgandim. Obbo, Sulaymon yo'q, devlar qutuldi ekanda, o'zicha kuldi u.
Men yarim soatga qolmay boraman, bolam. Hadeb televizor ko'ravermasdan berilgan topshiriqlarni bajar. Bajarib bo'ldim. Ha, yana chalakam chatti bajarib qochdingmi? Borsam tekshiraman. Yo'q, hammasini yaxshilab bajardim. Oshga guruch ham tozalab qo'ydim. Men senga guruch tozala demadim-ku. Aytib qolasizmi degandim-da, televizor ko'raveraymi? Mayli. Malika kulib yubordi. Bu yog'i endi Zolushkaning o'zi bo'ldi-ku, guruchni ham tozalab qo'yibdi. Uyiga qaytayotib ataylab ko'chalarga razm solib qaradi. Hamma yoq osoyishta. Mashinalar doimgidek shoshilmay o'z o'zanida oqadi. Odamlar yo'lkalarda xotirjam ketib boradi. Vahimaning asosi yo'qdek tuyuladi hatto. Andijondan ertaroq qaytishning ilojini qila olmadi. Oxiri ko'z oldida raqamlar sakray boshladi. Qog'oz hididan ko'ngli ag'darilar darajaga keldi. Oxirgi hujjatni imzolab, muhr bosgach, jomadonini pala-partish yig'ib Toshkentga qatnovchi Kirakash mashinalar bekatiga jo'nadi. Shunday xavotirli kunlarda birinchi bo'lib haydovchilar narxni oshiradilar. Buni xizmat ko'rsatish xavfli bo'lib qolayotgani, jonlarini xatarga qo'yayotganlari bilan izohlaydilar. Shunaqa paytda haydovchini bo'ralab so'kking keladi, ammo ilojing yo'q. Kuning shularga qolib o'tiribdi. Savdolasha narxni biroz tushirgan bo'ldi-da, jomadonini yukxonaga joylab, old o'rindiqqa o'tirdi-da, ko'zlarini yumdi. Uyi yonida taksidan tushganida quyosh botib shahar osmoniga g'ira-shira qorong'ilik to'ri yoyila boshlagandi. Katta serqatnov yo'lga qaratib solingan 5 qavatli uyining orqasi qadimiy mahalla bo'lganidan zamonaviy tep-tekis quti bilan xuddi uning ro'parasiga terilgan. Ichida daraxtlar dikkaygan turli-tuman hovlilar, go'yo qarama-qarshi ikki sohildek tuyular. Ular o'rtasidan o'tgan tekis asfalt beton yo'lka xuddi ikki qirg'oqni bo'lib turgan bir irmoqcha edi. Mahalla masjidida azon aytilib bitayozgan. Muazzin alohida qunt bilan hayya alal falah deya chaqirardi. Eshikni xotini ochdi. Assalomu alaykum jilmaydi ayol. Uning ortida o'g'li, keyin qizi ko'rindi. Hammadan keyin Nigora yugurib chiqdi. Qanday o'tiribsizlar? Bolalarni baravar qucharkan, xuddi Andijondan emas, dunyoning narigi chetidan kelgandek sezdi o'zini. Har safargidek kiyimlari javonda tayyor, ozoda vannaxonada top-toza sochiq iliqlik, qozonda endigina pishgan mastava. 32 yil bo'libdiki uyiga shoshadi. Nazarida o'zi kun bo'yi duch keladigan tashvishlar va bosh og'ritar muammolar bir dengiz. Uyi esa dengiz g'alayonlaridan xoli bir orol. O'ylab qarasa, u mana shu orol atrofidagi dengizda to'fon ko'tarilganidan orolini suv bosishidan qo'rqqan ekan. Bolalari uyquga yotgach, xotini ikkovi tun yarmidan oqquncha gaplashib o'tirishdi. Uni ertangi kun xavotirga solardi. Umrida bunaqangi ahvolni ko'rmagan, boshidan bu kabi kunlarni kechirmagan edi. Shu onda u ulkan yerning narigi bir chekkasi, necha yuz minglab chaqirim olisda paydo bo'lgan ofatning yurtiga yetib kelgani-yu, odamlarning tinchini o'g'irlagani, ertaga yana qanchalab o'ziniki kabi tinch o'tirgan oilalarga musibat keltirishini o'ylarkan, zamin baribir kichkina ekan degan xulosaga keldi. Ertadan tamom boshqacha bir hayot tarzi boshlanadi, dedi xotiniga. Malika derazaga boqqan kuyi jim o'tirib qoldi. Bilyapman, deya shivirladi. Toqatimiz yetsa bo'lgani, bunaqangi ofatning kelishi oson, ketishi boshga tushganni ko'z ko'radi-da, o'zga iloji ham yo'q. Malika har doimgidek ishni nimadan boshlashni, karantinda o'tadigan vaqtni nimalarga sarflashni o'ylab, reja tuzib chiqdi. Dastlab hammalariga doka niqob sotib olish kerak. Busiz ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Keyin Nigora ta'tilda nima qiladi, shuni ham hal etish kerak. Muallimasi bilan gaplashib olmasa bo'lmaydi, balki uyga vazifalar berar. Televizorni cheklab, oxirgi sotib olgan kitoblarini o'qishga o'tkazish kerak qizchani. Fursatdan foydalanib, uy ko'tarish, pardalardan tortib adyollargacha, oshxona, hojatxona devorlaridan tosh shiftlari, derazalarigacha, xullas hamma yoqni yuvish kerak. Yana qishki kiyimlarni yig'ishtirish, bahorgi, yozgi kiyimlarning hammasini olib, ko'zdan kechirib javonlarga taqsimlash, qiziga olib qo'ygan chinnalarini, billurlarini saranjom taxlash. Nihoyat, Taom.uz saytidan ko'chirib olgan bir talay retseptlari bor. Shularni pishirishni mashq qilib ko'rish kerak. Bir paytlar oshxonada kuymalanishni yaxshi ko'rardi. Oxirgi yillar o'ta band bo'lganidan oson pishadigan 5-6 ta ovqatnigina pishirib qo'ya qolyapti.
Aksariyat pishir-kuydirni qizining qo'liga topshirib qo'ygan u. Lekin o'zi bu ishga bosh-qosh bo'lib o'rgatmayapti. Shuning uchun qizi birda nordon, birda tussiz, birda sho'r ovqat qiladi. Keyin toqati tugab, qizini nariga itaradi-yu, o'zi oshxonaga kiradi. Va eng zarur yana bir ishi qanday nihoyalashni yaxshilab o'ylab olish kerak. O'g'li 30 ga chiqdi. Haligacha uylangani yo'q. O'ta bandligidan sovchilikka ham tuzuq quruq yurolmayapti. Qizi 25 ga qarab ketyapti. Sovchilarni kutish uchun esa har shanba-yakshanba uyda bo'lish kerak. U esa shu kunlari ham band. 92 ga kirgan otasini ko'rishga ulgursa shundan xursand. Demak, u nimanidir noto'g'ri qilyapti. Dorixonaga chiqib ketgan qizi 2 bir martalik niqob ko'tarib keldi. Eng arzon, qadrsiz narsa nodir matohga aylanib qolibdi, dedi u. Zo'rg'a topdim. Antiseptik umuman yo'q, odamlar talab ketishyapti. Yo'q bo'lsa qaytib kelavermaysanmi? Bunaqa paytda ko'chada ko'p yurib bo'ladimi? Qizi kulib yubordi. Voy, siz tashqariga qarang, domimizdagi hamma kelinlar, hamma xotinlar ko'chada. Katta yo'l to'la mashina. Boshqalar o'zini tomdan tashlasa, sen ham tashlaysanmi, nodon? Nazarida ortiqcha qizishib yuborgandek tuyuldi-yu, tilini tishladi. Axir qiz bola mehmon, nega achchiq qiladi? Javondan 2 metr oq doka topib, niqob tikishga o'tirdi. Malika avvallari ham tikish-bitishga no'noq edi. Sharoit taqozo qilgandan keyin qunt qiladi-da. Robinson Kruzo sharoit tufayli yangidan shisha yaratgan emasmidi? Doka niqob nima bo'libdi? Dokani 4 ga buklab, 4 chetiga 4 ta tizimcha ulaydi. Xolos. Nihoyat urina 2 soat deganda 2 ta niqobni tikib bitirdi. Yo'q, dokani 4 ga buklab, tizimcha ulash faqat og'izdagina oson ekan. Choklari sal qiyshiq chiqdi. Mayli, har nechuk yo'qdan ko'ra bor-ku. Niqobning o'ngu tersini dazmollab, selofan paketga tiqib qo'ydi. Kechga tomon niqob taqib do'konga chiqdi. Surxondaryolik sotuvchi yigit o'zi qora mag'iz u, og'zi burnini qop-qora bo'z niqob bilan to'sganiga kishini cho'chitarlik bir tusga kiribdi. Do'kon odatdagidan gavjum edi. Yigit oyog'i tolganidan kassa oldidagi kursiga o'tirib olgan. Lekin qo'llari tinmas, yod bo'lib ketgan harakatlar bilan xaridlarni xaltalarga joylab, pulini olib chaqqonlik bilan qaytarar. Plastik kartalarni terminalga tiqib, kerakli tugmalarni tez-tez bosardi. Do'kon egasi dum-dumaloq erkak sut qatiqlar joylangan shaffof eshikli muzlatgich yoniga o'tirib olgancha kelib ketuvchilarga horg'in tikilardi. Nimalar bo'lyapti, kinoyi, dedi u Malikani ko'rib. Odam hech narsani tushunolmay qoldi-ku. Virusdan odamlar o'layotgan joylar qayoqlarda-yu, bizdagi vahimani qarang. Do'kondor Malikani ham, uning erini ham katta bir idoralarning vakolatli odamlari deb o'ylardi. Shekilli hamisha salom alikni quyuq qilar, mamlakatdagi kattaroq biron bir yangilik yuzasidan o'zicha fikr bildirib qo'yardi. Yer bitta-ku axir, jilmaydi Malika. To'g'ri-yu, lekin yer katta-da, o'rtada daryolar, tog'lar, okeanlar bor. Virus baribir yetib kelgan bo'lsa, unda boshqa davlat bilan kirdi-chiqdi qilgan ham yomon ekanda. Malika yelka qisib qo'ya qoldi. Bu kishiga biron narsani uqtirgan befoyda deb o'yladi. Uning o'z qarashlari, o'z mulohazasi bor. U hamma narsaga o'z dunyosidan turib nazar soladi. Xaltalarni ko'tarib uyiga kirdi. Qizini yoniga olib lag'monga unnadi. Hatto Nigora ham qiziqib, kichkina xamir zuvalachalarni yumalatib ko'rdi. Karantinning birinchi kuni tugadi. Tongda tashqaridan eshitilgan chuqur-chuqur tovushlardan uyg'onib ketdi. Pastdagi mahalla tomonda qushlar sayrardi. Malika yotgan kuyi sayrayotgan qushning nomini eslashga urinib ko'rdi. Bilolmadi. Qushlarning sayrog'ini eshitmaganiga necha zamonlar bo'ldi. Umuman nechta qushning nomini biladi u? 5-6 ta shekilli, lekin ularning sayrog'ini ajrata olmaydi. Kiyinib ayvonchaga chiqdi. Osmon yorisha boshlagan edi. Pastdagi hovlilar ichida tikkaygan daraxtlarning uchlari oqarayotgan osmon tagida qorayib ko'rinadi. Olisda, ufqda bir parcha bulut uyalgan simon qizaradi. Mahalla masjididan azon tovushi yangradi. Shikasta bir ovoz dardli nola kabi 4 karra Allohu akbar deya qaytardi-yu, ketidan ashhadu an la ilaha illalloh dedi. Malika deraza oldidagi kursiga o'tirib, muazzin aytayotgan kalimalarga quloq soldi. Buncha chiroyli bo'lmasa, deya o'yladi u. Kishining dili xuddi suv ichgandek yorishadi.
biram chiroyli tong otyaptiki, xuddi dunyoda hech qanaqangi ofat, karantin degan narsa yo'qdek. Ufq yorishdi. Hovlilardagi novdalari kurtakka to'lgan daraxtlar yaqqolroq ko'rindi. Shundoqqina ro'parasida yo'lkaning bo'yidagi keksa o'rik daraxti boshiga oppoq gullarni ko'targancha turardi. Bir vaqt masjid gumbazi uzra bir to'p kaptar ko'kka otildi. Tong osuda, havoda yoqimli salqinlik. Qayerlardadir virus hukmronlik qilayotganiga, odamlar azob chekayotganiga, o'layotganiga, dunyo shaharlari huvillab qolayotganiga ishonib bo'lmaydi. Ayol lattani ho'llab, ayvonchadagi deraza tokchalarini artib chiqdi. Keyin choy ichiladigan, oshxonadagi masalliqlar to'g'raladigan stol ustini tozalab artdi. Choynak, piyola, qoshiq, likopchalarni chayib, nonushtaga hozirlik ko'ra boshladi. 32 yilki, har kun tongda bir xil tartibda, bir xil ishlarni bajaradi. Ko'cha eshikni ochadi, eshik oldini ho'l latta bilan artib oladi. Chang qo'nmagan bo'lsa ham nonushta oldi ayvoncha derazasining tokchalarini artib surtadi. Kechqurun tozalab yuvgan bo'lsa-da, choynak, piyola, likopcha, qoshiqlarini bir qur chayib oladi. Hatto choy qaynatadigan choygumni ham kuniga 2 marta dush qabul qiladi. Bu odat unga yosh qizligidan singan. Onasi har kun takrorlayverib yodlatib yuborgan. Endi esa u mana shu odatni qiziga singdiryapti. Nigoraga o'rgatib boryapti. Sal o'tib Nigorani ergashtirib, qizi chiqib keldi. Keyin o'g'li, eri uyg'ondi. Shunday qilib karantinning keyingi kuni boshlandi. Bugundan shaharda metro ham, avtobuslar ham yurmaydi, dedi eri. Men ham masofadan turib ishlashga o'tsam kerak. Bundan buyon do'konga faqat o'zim chiqaman. Uyda bo'lgan paytlari Javlon chiqadi. Agar uyda bo'lsam, deya iljaydi o'g'li. Meni safarbar qilishlari mumkin. Infeksionistman axir. O'g'lining oxirgi so'zi so'nggi kunlarning tahlikasi oilasiga ham kirib kelganiga ishoradek tuyuldi-yu, Malikaning yuragi shuvillab ketdi. Tushdan keyin tashqaridan karnay-surnay tovush keldi. To'ymi? Hayron bo'ldi ayol. To'y qilish taqiqlanmaganmidi? Qizi qiqirladi. Karantin tugaguncha kelin-kuyov aynib qolmasin degandir-da. Gaping qursin, kuldi ona. Jarimaga tortiladi-ku, o'ylamaydimi? Siz tog'amni eslang, bo'sh kelmadi qizi. 400 ta odam chaqirsang jarima to'laysan deyishganda nima qildilar? Hukumatga e'tiroz qilib bo'lmaydi deb oldindan o'sha jarimani to'lab, keyin to'yni o'tkazdilar-ku. Biznikilar to'y boshlasa to'xtatib bo'ladimi? Bas qilinglar, narigi xonadan erining jahldor ovozi eshitildi. Ishlagani qo'yasizlarmi, yo'qmi? Qizi kafti bilan og'zini to'sdi. Nigora ayvonchaning derazasidan egilib qaradi. Opa, qarang, deya qichqirdi u. To'y shundoq pastimizda, irodalarnikida bo'lyapti. Ana kuyov. Pastda o'ntacha yigit qurshovida qora kostyum shim kiyib, kapalak nusxa bo'yinbog' taqqan kuyov ko'rindi. Yigitlarning ba'zilari og'zi burniga doka niqob tutgan. Surnaychin niqobini iyagi ostiga tushirib olib, betlarini shishirgancha asbobini puflaydi. Nog'ora chalayotgan yigit go'yo yuzidagi qop-qora niqobdan uyalgandek boshini egib olib, cho'plarini charm yuzaga paydarpay uradi. Podyezd eshigi yonida 5-6 ta erkak qo'l bog'lab turishibdi. Kelinning otasi Mirvohid kulrang pidjagi cho'ntaklariga qo'llarini tiqib, kelayotganlarga parishon hol boqadi. Yetar, bas, Malika derazani yopdi. Ishimizga qaraylik. Nigora, she'ringni yodla, menga aytib berasan. Ko'p o'tmay telefon jiringladi. Narigi yo'lakdagi qo'shnisi ekan. Voy Malika opa, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ko'chada ko'rinmadingiz-a? Shunga xavotir olib telefon qilayotganim. Tinchmisizlar? Karantin-ku axir, Malika kulib yubordi. Ko'chada shuning uchun ko'rinmaganman. To'yni tomosha qilgani ham tushmadiz-a? Nega tushay, mumkin emas-ku. Qo'shni sharaqlab kuldi. Voy opam-ey, ajoyibsiz-de. Har narsa bo'lmaydi, bir chekkada turasiz xolos. Pastda yaxshigina tomosha bo'ldi-de, o'zi ham ko'rmay qoldingiz. Ha, mayli, mahallamizda to'y ko'p bo'ladi, xudo xohlasa, tomosha ham qilarmiz. Voy, bunaqa tomosha bo'lmagan, qo'shni yana shaqilladi. Uchastka nozirimiz kelib, kelin kuyovni Mirvohid akani, Rohila kennayini olib ketdi. Nima gap deb idorasiga mo'ralasak, voy, videosini ko'tarib muxbirlar kelishibdi. Oqsoqolimiz o'shatda, Jensovet o'shatda, hokimiyatdan odam kelibdi, kuyovni otasini chaqirishibdi. Rosa to'polon.
Nozirimiz chiqib bizaga tarqalinglar deb rosa gapirib majburlab ketkazdi. Nima bilan tugadi bilolmadik, ishqilib yaxshilik bo'lsin. Ha, yaxshilik bo'lsin, dedi u ham malol kela boshlagan suhbatdan qutulish umidida. Tinch bo'ling, o'rgilay, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Toqati tugab qo'shnining xayr-ma'zurini ham oxirigacha eshitmay go'shakni qo'ydi. G'aroyib xotin-da bu qo'shnisi. Hozir yana boshqalarga qo'ng'iroq qilib chiqadi. Ko'rganlarini batafsil qilib o'zidan ham qo'shib aytadi. Eng qizig'i, hikoyasini bir tinglovchidan ikkinchisiga yetkazib bo'lguncha unga yana yangi tafsilotlar qo'shib, o'z fikr-mulohazalari bilan boyitib, sayqallab boradi. Uning suhbatiga ro'yxush bermaganlar esa alohida ta'riflar bilan siylanib, boshqa bir tanishlarga axborot sifatida taqdim etiladi. Malika hozir qo'shnisi uni boshqalarga nima deb tasvirlashni ham o'ylagisi kelmadi. Odamlarga nima bo'lyapti, dedi o'ziga o'zi. Ertasiga ertalabdan tashqarida g'ovur boshlandi. Kimdir nimalardir deb baqirdi, kimdir ho'ngrab yig'ladi, erkak so'kindi, ketidan ayol kishi faryod ko'tardi, jaranglab shisha sindi, yosh yigit kimnidir boloxonador qilgancha quvib ketdi. Malika ayvonchaga chiqib, derazani yopib keldi. Shunaqa paytda tinch o'tirishsa bo'lmaydimi, deya o'yladi. Keyin jurnalini qo'liga olib, divanga o'tirdi. Uydagilar uyg'onguncha bir finjon qahva ichib, jurnalini varaqlab chiqmoqchi bo'ldi. U erta tongda kundalik ishlari, ishxona, ro'zg'or tashvishlariga to'la kunni boshlashdan oldin xuddi shunaqa issiq qahva to'ldirilgan nozik finjonni oldiga qo'yib, jurnalini oz-ozdan o'qib borishni yaxshi ko'rardi. U bir o'tirishda o'qib tugatmasdi. Xuddi xushtam qahvani ichib tugatishni istamay, asta-asta ho'plab borgandek, sekin sahifama-sahifa o'qib tushirar. Bu lazzatni imkon qadar uzoqroq cho'zishga harakat qilardi. Bolaligida onasi erta tong mahali deraza yoniga tashlangan ko'rpachaga o'tirib olib, o'zining sevimli saodatini varaqlaganini ko'p martalab ko'rgan. Nazarida tonggi sokinlikda qog'ozning shitirlashidan yoqimliroq tovush yo'qdek tuyulardi. O'sha xotirasiga saodatni varaqlab o'tirgan onasining siymosi muhrlanib qolgan. Qachon onasini eslasa, faqat shu manzara ko'z oldiga keladi. Sokin, oppoq tong, kattakon deraza, hovlidan esgan salqin epkin rayhon hidini olib kiradi. Onasi boshida o'zining doimgi qaymoq rang ro'moli, egnida ko'krak burma ko'ylagi, sahifalarni asta-sekin xuddi bexos yirtilib qolishidan qo'rqqandek avaylab ochadi. O'qirkan lablari bilinar-bilinmas shivirlaydi. Malika ham saodatni o'qiydi. Necha yoshdan o'qiy boshlaganini aniq bilmaydi. Hamon uni o'qiydi. Nazarida shu jurnalni qo'liga olsa, onasining nafasini tuyadi. Holbuki har oy yangi jurnal oladi. Onasi ham yo'q, o'tganiga 5 yil bo'lgan. Bir vaqt telefon jiringladi. Go'shakdan notanish bir yigitning ovozi keldi. Assalomu alaykum, Kennoyi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Men uchastka noziringizman. Po'lat aka dam olmayaptilarmi? Chaqirib bera olmaysizmi? Telefon jiringlaganini eshitgan chog'i yotoqdan erining o'zi chiqib keldi. Go'shakni olib, jimgina quloq solib turdi-da, "Xo'p, hozir" deb og'zi burniga doka niqobini tutib chiqib ketdi. Tinchlik bo'lsin iloyim, o'yladi Malika oshxonaga chiqarkan. Tushdan keyin qizi Nigorani yetaklab, xonalariga kirib ketgach, eri "Bekorchi hoyu havas odamni esdan ayirarkan", dedi. Orzu havasim deyishgani ham maqtanchoqlik shekilli. Nima bo'libdi o'zi? Kecha Mirvohid bilan qudasi faqat kuyov navkarni kutdik xolos, katta to'y qilmaymiz deb kelishganmiz devorishgan ekan. Qo'rqishgan menimcha. Karantinni buzganga jinoiy ish ochib yuborishi mumkin ekanda. Keyin erkak xudo kelin kuyovni mashinaga solib jimgina uyiga olib ketibdi. To'yxonaga ham xabar ketgan bo'lsa kerak-da, katta jarimaga tushishdan qo'rqib eshigini yopib olibdi. Qarindosh xotinlar yasan-tusan qilib borishsa, kirgizishmabdi. Shunga Mirvohidning opasi qudanikiga borib janjal qilibdi. Og'irroq gap qilgandirda, kelinni olib kelib tashlab ketishibdi. Voy, esini yeganmi? Nima bo'ladi endi? Rohila Kennoyichi? Kennoyi yig'lab xun bo'lib ketibdi. Mirvohidning opasi, tavba, xotin kishining ovozi ham shunaqa shaloq bo'ladimi? Ko'rsang shunaqangi chinqiryaptiki, opa, qizning ota-onasi bor, ular jim o'tirganda siz nega aralashasiz desa, oqsoqolga tashlanyapti. Oxiri men nozirga karantin paytida jamoat tartibini buzgan odamni nima qilishadi dedim.
Nozir kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortishadi dedi. Mana bu opani olib keting, tinch o'tirgan odamlarning uyiga borib janjal qilgan, karantin tartibini buzgan, anavi yigitning mashinasiga tosh otib oynasini sindirgan. Qonun bo'yicha qanaqa jazo ko'zda tutilsa berilsin dedim. Nozir ziyrak yigit ekan, darrov tushundi. Hozir bayonnoma tuzaman, patrul mashinani chaqiraman dedi. Opa bir ikki baqirib ko'rgan bo'ldi-yu, Nozir bayonnoma yoza boshlagan edi, o'chdi qoldi. Xullas, ikkala qudani yarashtirib, kelinni kuyovning uyiga qo'yib keldik. To'yning jarimasini ikkala quda o'rtadan bo'lishib to'laydigan bo'lishdi. Mashinaning singan oynasini opasi to'lolmaydi-yu, mirvohid to'lab beradi-da. Asli erkaklar to'yni kechiktiraylik deyishgan ekan, xotinlar yig'i-sig'i qilib qo'yishmabdi-da. O'zi shunaqa, deb kuldi u oxirida. Xotinlar bir ish qilsa, oxiri to'polon bilan tugaydi. Malika kulib yubordi. Yaxshiyam xotinlar bor, hamma aybni to'nkab qutulasizlar. Men va'da berib aytamanki, to'y qilsak, hamma ishni siz bilan kelishaman. Aslo yig'i-sig'i to'polon qilmayman. Kechga tomon telefon jiringladi. Voy opa, tuzukmisiz? Yana o'sha qo'shnisining ovozini eshitdi-yu, ensasi qotdi. Rahmat, o'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Dedi-yu beixtiyor, yana nima der ekan, tinchlikmikin deb o'yladi. Xo'jayiniz qayoqda ishlaydilar? Nima edi? Prokuraturada emasmi? Uzr, endi shu paytgacha qayoqda ishlashlarini negadir hech gapirmagansiz. Yo'q, prokuraturada emas, dedi-yu, nega endi aytishim kerak ekan deb o'ylab qoldi. Munira opaga bayonnoma tuzdirmoqchi bo'ptilar-ku, patrul mashina olib ketmoqchi bo'pti. Juda ajoyib mahallamiz bor-da, xayolidan kechirdi u. Manaman degan axborot agentligi ham shunaqangi tez ishlolmaydi. Munira opa baxtsiz, ko'ngli yarim qari qiz, jiyaniga ichi achigandan gapirganday qudaga, davom etdi qo'shni. Gulday qizni to'ysiz imi-jimida uyiga olib ketib oldi-yu, arzongina. Odatda juvonniyam 10-15 ta xotin bilan chiroyli qilib kutishadi. Bu 19 yashar qiz ochilmagan g'unchaya, to'yi juvon xotinnikidan ham xarob bo'ldi-yu. Xo'jayiniz opaga zug'um qilib noto'g'ri ish qilibdilar. O'zlariga aytib qo'ying. Singlim, dedi Malika osoyishta. Qo'shnining uyida o'tgan sinoat bilan qiziqish yaxshi emas. Uzr, oshxonada qozonim qaynayotuvdi. Go'shakni joyiga qo'yarkan, mahalladagi boshqa xotinlarga qanaqa ta'rif va tavsif ketibdi ekan deb o'yladi. Keyin qo'l siltab oshxonasiga kirib ketdi. Dimog'ida binafsha hidini tuyib uyg'ondi. Boshini yostiqdan ko'tarib qaradi. Karavoti yonida shundoqqina tumba ustida kecha javlon olib kelgan bir dasta binafsha mitti guldon bo'g'zidan yoyilib chiqib turardi. O, bugun Navruz-ku, xayolidan kechirdi u. Navruzga yetdikmi? Boshini yostiqqa tashlab shiftga tikildi. Shiftning bir chekkasi uyi ro'parasidagi simyog'ochning chirog'i tashlagan shu'ladan yorishib turibdi. Atrofga sukunat cho'kkan. Faqat eri tumba ustida guldonning yonginasida qoldirgan qo'l soatining asta bir maromda chiqillashi eshitiladi. Malika jimlikni buzib qo'yishdan cho'chib, ko'zlarini yumib oldi. Shu payt go'yo tonggi sukunatning intihosi kelganini bildirganday, tashqarida mahalla tomonda xo'roz qichqirdi. Ketidan qushlarning cho'g'ir-cho'g'iri boshlandi. O'rnidan turib, kundalik artib surtish, yuvish, chayishlardan keyin qahvadonni qo'liga oldi-yu, to'xtadi. Kecha eri yalpiz, ismaloq olib kelgan edi. Navruzda ko'chaga chiqa olmasalar ham hech qursa bayram kelganini his qilsinlar. Javondan un solingan xaltani olib keldi. Ko'katlarni to'g'rarkan, nazarida butun ayvonchani yalpiz hidi tutgandek tuyuldi. Bolaligida somsani onasi tandirda yopardi. Malika o'sha somsalarni eslab yutinib qo'ydi. Yum-yumaloq, xamiri ko'rinishidan qattiqqinagina o'xshardi-yu, bir chekkasini tishlashi bilan qirsillab sinardi. Shu zahoti somsa ichidan issiq hovur ko'tarilardi-yu, yalpiz, ismaloq, otquloqning aralash isi dimog'iga urardi. Navruzda hamisha hovlilarda sumalak qaynatilishardi. Onasi bayramga bir hafta oldin tayyorgarlik ko'ra boshlardi. Ayvonga, xontaxta atrofiga chiroyli satin ko'rpachalar to'shardi. Shu kuni ammasi kelardi. Ikki yonlardagi qo'shnilari chiqardi. Kennoylari eshikdan chaqchaqlashib kirishardi. Keyin hammalari xontaxta ustiga bug'doyni uyib olib, o'zlarining ayollarga xos suhbatlariga berilib, donni tozalashardi. Malika ularning gaplariga aksariyat tushunmasdi, lekin ayollarning bosiq g'ovur-g'uvurini eshitishni yaxshi ko'rardi.
Shuning uchun ularning atrofida o'ralashib, tez-tez choyni yangilab, piyolalarni chayqab keltirar, choyni qaytargan kishi bo'lib, bir maromdagi g'ovur-g'uvurga quloq tutardi. Lekin ammasi uni o'rnidan turg'izib yuborardi. Qiz bola xotinlarning gapini poylamaydi, bolam, uyat bo'ladi. Onasi qovog'ini solib hovliga ishora qilardi. Bor, sabzi tozala. Onasi bir necha kungacha yerto'laga yoyib qo'yilgan bug'doyga sovuq suv sepib, unib chiqishini kutardi. Malika chelakchasiga suv to'ldirib olib, onasiga ergashardi. Unga bug'doy donalarining nish urib chiqishini kuzatish yoqardi. Otasi hovlida yer o'choq qazirdi, keyin bobosidan qolgan katta cho'yan qozonni o'rnatardi. Hovlilari qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar, bolalar bilan asta-sekin to'lib, uylariga bayramona ruh kirardi. Xotinlar o'zaro bir nimalarni muhokama qilgancha bug'doyni yanchishib, sharbatini chiqarishardi. Malika qarindosh qizchalar bilan birgalashib, sharbat yo'qi tog'oralarni havasga chayqashardi. O'g'il bolalar bir-birlarining yelkalariga minishib, sho'xlik qilishardi. Keyin ayollar yer o'choq yoniga tuproqni shibbalab yasalgan qo'lbola supachaga sholcha tashlab o'tirishardi-da, sumalakni kovlay boshlashardi. Ammasi oshxonada qatlama pishirardi. Piyozli qatlama qilib bering, yalinishardi bolalar. Xo'p, bolajonlarim, derdi ammasi. Piyozsiz qatlamada mazamatra bo'larmishmi? Albatta, piyozli qatlama yaxshida. Ko'p o'tmay ammasi dasturxon ustiga ikkita laganga uyilgan qatlamalar qo'yardi. Biri piyozli, ikkinchisi piyozsiz qatlamalar. Keyin bolalarga izoh berardi. Mana shunaqangi mazamatrasiz qatlamani ham yaxshi ko'radiganlar bor-da. Lekin bolalar piyozli qatlama ortidan mazamatrasiz qatlamalarni ham yeb tugatishardi. Shu kuni onasi tandirda ko'k somsa yopardi. Hovliga yig'ilgan ayollar ko'plashib ko'katlarni to'g'rab, kichkina zuvalachalarni jo'vada yoyib, somsalarni tugib berishardi. Ko'pchilik yaxshida, derdi xolasi. Mana bir soatga qolmay bir tandir somsa pishdi. Shu kuni hovliga qo'shnilari jaja edik yasagan uzun stol, xarraklarni qo'yishardi. Dasturxon usti qarindoshlaru qo'shnilar olib kelgan pishiriqlar bilan to'lib ketardi. Kechqurun otasi hovli to'rida cho'yan o'choqda osh damlardi. Amakisi, tog'asi, pochchalari, yonlaridagi qo'shnilari jaja edik, Bahodir amaki o'tirishib sabzi to'g'rashardi. O'choqdagi palyonlar chirsillab yonar. Havoga dog'lanayotgan yog', qaynayotgan sumalakning aralash isi ko'tarilardi. Oqshom chog'i otasi laganlarni to'ldirib osh suzardi. Zarchavadan oltin tusga kirgan guruch orasida mayiz, qoraqand donachalari qorayib ko'rinardi. Palov cho'qqisi ustiga go'sht solarkan, qozondan kichkina sholg'omni likopchaga ko'tarib olardi. Otasi osh qilayotganda qaynab turgan sabzi piyoz orasiga sholg'omni ham butunisigacha tashlab yuborar, taomni suzganda sholg'omni to'g'rab, atrofida likopchaga solib kelardi-da, palovga qo'shib yerdi. Osh suzilganda hovlida chug'ur-chug'ur ayniqsa ko'payib ketardi. Bolalar xarraklarga qator o'tirib olishardi. Qop-qora sochli boshlar orasida jaja edikning o'g'illari Misha bilan Grishaning sap-sariq boshchalari ajralib turardi. Erkaklar orasida yoshi hammadan kichik bo'lgani uchun laganlarni Bahodir amaki tashirdi. Jaja edikning xotini, mahalla bolalari chucha deb chaqiradigan kaltasoch malla ayol uyidan katta chuqur likopga uyib tuzlangan karam olib chiqardi. Bolalar oshga qo'shib karamni ham pok-pokiza tushirib olishardi. Sumalakni tun bo'yi kovlab chiqishardi. Malika ming urinmasin, tonggacha o'tira olmas, tun yarmiga yetar yetmas uxlab qolardi. Ertalab uyg'onganda hovli sokin, qozon usti yopilib, sumalak dimlab qo'yilgan, shundoqqina yer o'choq yonidagi xontaxta ustida duxoba yopqich yopilgan choynak, qarindosh ayollar kim pastak kursida, kim qozon atrofidagi supachada tizilishib, suhbat qurib o'tirishar. Onasi dam-badam yopqichni ko'tarib, choynakdan paxta gulli piyolalarga achchiq choy quyib uzatardi. Ko'p o'tmay qo'shnilar ayollar chiqishardi. Hovli yuzasi chuqurlagan bolalarga to'lardi. Ammasi alohida bir ixlos bilan Bismillohir-Rahmonir-Rahim deya qozon ustidagi katta bo'z dasturxonni ko'tarardi. Hamma sumalak yuzasida hosil bo'lgan tasvirni ko'rish uchun bari-bariga qozonga egilardi. Qani nimaga o'xshaydi? Ammasi barchaga bir-bir qarab chiqardi.
Qaynayverib quyila boshlagan sumalak dimlangandan keyin kul tagida qolib ketgan cho'g'ning taftida ohista bilqillay soviganidan uning yuzasida g'alati shakllar hosil bo'lardi. Hammaga mana shu shakllarni bir nimalarga o'xshatish yoqardi. Barcha sumalak ustida ko'ringan tasvir o'sha yilning qanday kelishiga ishora deb bilardi. Lekin ajabki, sumalak yuzasidagi shakllar hamisha xayrli voqealardan darak berardi. Keyin onasi katta cho'michni olib kelar, ammasi sumalakni idishlarga taqsimlardi. Sumalak barakali bo'lardi. Qarindoshlar, sumalakni pishirishda qatnashgan qo'shnilarga idishlarini to'ldirib berilgandan keyin qozonda qolgani piyolalarga quyilib, butun mahallaga tarqatilardi. "Munchayam mazali-ya", derdi Chucha sumalakka botirib olgan qoshig'ini yalarkan. "Oq sharbat jigarrang sumalakka aylanadi, mo'jizaning o'zginasi." Hozir o'sha Jaja Edik ham, Chucha ham, Grisha ham yo'q. Malika otasini ko'rgani borganda, bolalar tili kelishmaganidan Jaja deb chaqirgan Jaja Edik amakini, Chucha tyocha, ya'ni Valya xolaning xotirasi hurmati Misha professor Mixail Eduardovichning uyiga birrov kirib chiqadi. Professor Malikani ko'rsa doimgidek tili kelishmagandan qni k tarzida talaffuz qilib iljayadi. "Doktorlik nima bo'ldi, a? Yo'qlaysanmi yoki Po'latni fan doktorligi sangayam yetadimi?" Malika kulib qo'ya qoladi. Nonushta dasturxoniga ko'ksomsa qo'ydi. "Bugun Navro'z-a", dedi Nigora. "Televizorda bayramni ko'rsatadimi?" "Yo'q", javob berdi Malika xo'rsinib. "Hozir karantin, bolam, katta bayramlarni o'tkazishmaydi." "Voy, mahallada sumalak ham bo'lmaydimi endi?" Qizcha go'yo ulkan xafagarchilikka uchragandek tumtaydi. "Sumalakni karantin tugasa pishirishadi", yupatdi Feruza. "Bayram ham o'shanda bo'ladimi? O'zim seni tomoshaga oboraman", va'da berdi Javlon. "Bugun osh pishirasizmi?" yana tinchimadi Nigora. "Sholg'om ham bo'ladimi ustida? Oshga nega sholg'om solasiz?" "Bu ayamning mualliflik palovlari-da", kuldi Feruza. "Rostdan ham nega oshga sholg'om qo'shasiz? Hech yerda shunaqasini ko'rmaganman." "Buvang solardi sholg'omni", xo'rsindi Malika. "Nega desang, otamning bolaligi urush paytiga to'g'ri kelgan. Uyda onda-sonda osh qilisharkan. Go'sht yo'q, yog', guruch yo'q. Buvim bechora sabzi piyozni qaynatib, ustiga oqshoq solib damlab berarkan. Palovning ustiga go'sht o'rniga sholg'omni to'g'rab qo'yarkan. Urush tugaganda yog' bilan guruch topishibdi-yu, go'shtning iloji bo'lmabdi. Hayot og'ir ekan, ancha paytgacha sholg'om bosilgan osh yeyishgan ekan. O'sha buvang palovga sholg'om soladi. Bilaman sizlarga yoqmaydi, lekin menga yoqadi."